Buloqboshi tuman axborot kutubxona markazi sizlarga eng sara va qiziqarli kitoblarni o'qishga tavsiya etishda davom etadi. Aziz kitobxon, Buloqboshi tuman axborot kutubxona markazi Otabek Quvatovning Olimjonning sarguzashtlari yoxud zamon va makon oralig'ida kitobini o'qishga tavsiya etadi. Bu kitob sarguzasht fantastik qissa hisoblanadi. Unda bir guruh o'smirlarning boshdan kechirgan sarguzashtlari orqali bolalarni yaxshilikka, ezgulikka chorlovchi g'oyalar qalamga olingan. Kitobning bosh qahramoni Olimjon a'lochi o'quvchi. Kitob o'qishni, kompyuter dasturlarida ishlashni juda yoqtiradi. U yangi dastur yaratish orqali dunyoni yomonlikdan, yovuzlikdan qutqarmoqchi. Shu maqsad yo'lida u oltin kalitni izlab topish uchun olamlararo sayohatga yo'l oldi. Bunga uning do'stlari yordamga keldi. Shu kabi qiziqarli hikoyalarni o'qishni istasangiz, Buloqboshi tuman axborot kutubxona markaziga tashrif buyuring.